بسم الله الرحمن الرحيم. دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. الجزء الثاني. أردت الدرس إشكنج قسم. الدرس السابع والعشرون. يجرمي التنج درس. عن سبق داشلا. بugünkü dersimіздегі asaslık bizden talep kılınatkan günüşki tigişli gramatika mu'tallul ayn deydi. Fa'aladaki aynning udrisi kesalarib kelib qolgan. Ya'ni biz buni ajvab deb bilgan go. Ajvab fe'illarininki turlanish ahvoli. Endi bizning talab qilayotgani ajvab fe'illarninki ma'zi mudori'ning turlanishi, masalan, 10 ta shakl turlab chiqqan go biz shunday go. Ondan keyin buyruq fe'lining chiqarilishi. Ondan keyin buyruq fe'il, jahat qatorliq fe'illarda ikki sokin ushurishib qolgachqa bir harf tashlanadi shu yerda. Kesalaribdan birisi shu ahvollarni uyg'uninglarda bizga shu talab qo'yibdi. Endi biz shuning uchun avval 3 ta misolni yozib olaylik. Fa'ala yaf'ilu babidan ba'a yabi'una. Fa'ala yaf'ulu babidan qala yaquluna. Fa'ala yaf'alu babidan khafa yakhafuna. Mushni misol qilib turib, degan grammatikani tafsili tushunmasak dersning mashqlarimiz bizga nisbatan asayishib ketadi. Anda o'z har birining mazi mudori'ini o'tgan zaman va kelgusi zamanda biz turlab chiqib boqaylik. Ba'an turlab boqaylik. Ba'a ba'a ba'u ba'at ba'ata bi'na. Bi'ata bi'atuma bi'atum bi'ati bi'atuma bi'atunna bi'atu bi'ana. Endi shundaki ba'a aslisi baya'a bo'lish kerak. Shuning uchun biz fa'ala o'rgangan fe'illarni. Endi baya'adagi buni deyli desak, buni ishlatish to'g'ri kelib qolsa, baya'adagi ya kesalar bo'g'achqa harakat eg'ir kelgandan keyin harakatni tashlatish to'g'ri keladi. Bu vaqtning bo'ldi bay'a bo'ladi. Har qanday kesalari sakin bo'lib qolsa, oldidagi harakatga qarab o'zgarib ketish kerak. Masalan, oldi pash bo'lsa, ya vo'g'a, oldi zar bo'lib qolsa, nega alifqa? Oldi qarab qolsak, zar ekan-ku, alifga o'zgartirib nima bo'ldi? Ba'a bo'ldi. Mana bo'yicha. Qolganlarini shu bo'yicha asliga qaytib boqsang, darhol tushunasiz. Masalan, ba'a ba'a ba'u degi ba'u asli ba'ya'u shundaymi? Shu bo'yicha qilib boqinglar. Undan keyin ba'at ba'ata bi'na. Bi'naga kelsak, bu fa'alna shaklda bay'ana kelish kerak. Bay'atdan qarang, ya harakat eg'ir keldi to'shatdiq. Nima bo'ldi? Bay'anadagi ya harakat to'shatgandan keyin ya musakin, ayn musakin bo'lib qoldimi? Ikki sakinlik arab qolsa qamshamdi, bo'lmaydi. Shunga yan tashladik nima bo'ldi? Ba'na. Ba'na bo'lib qoldi-ku. Yadin bir tushib ketdi-ku. Ya deganning tabiati nima? Zir. Tushib ketgan ya'ni ifodasida oldidagi ba'ning zivar harakatini nimaga o'zgartirdik? Sirg'anim bo'ldi, bi'na bo'ldi. Shu asosda bi'ata bi'atuma bi'atum bi'ati bi'atuma bi'atuna deb turiladi. Qolganlarini bi'ta bi'atunni shu bo'yicha turlab baqsanglar tushunishlik bo'ldi. Ikkinchisi yabi'u. Bu baqilamasa yabi'uni o'ylab baqsaq yaf'ilu o'xshamaydi. Aslisi nima deyish kerak? Yabyi'u. Yaqarqani olg'i bagilan afaduk tugidi. Shundaymi? Yabi'u yabi'an yabi'una tabi'u tabi'ani yabi'na tabi'u tabi'ana tabi'una tabi'ina tabi'ana tabi'na abi'u nabi'u. Andan keyin bunun boshqa shakllarini chiqarib tayyorlaqa. Masdari bay'un chiqadi. Masdar tulanmaydi-ku. Ism fa'il mushu xildagi ajvab fe'illarning ism fa'ilini biz sarfda nimada bo'lgan to'q. Mayli bo'lsin, mayli alif bo'lsin, mayli nim bo'lsin, ya bo'lsin, hamziga o'zgaraydi ism fa'illar shundaymi? Ba'a aziz bay'adik ya ism fa'il kelgan vaqtda hamziga o'zgarib nima bo'ldi? Ba'iun. Qaliningcho qailun. Xafiningcho xaifun. Hargiz ba'iun. Qawilun deb demaymiz uni. Ba'iun deb nimaga o'zgaraydi? Hamziga o'zgaraydi. Turlab baqaylik, o'sib chiqqandan keyin ba'iun ba'i'ana ba'i'una ba'i'atun ba'i'atana ba'i'atun. Bu chiqqan turli asliga qaytish ahvollari ko'rilmaydi bu yerda. Ism maf'ul mabi'un. Asli o'lcham bo'yicha nima chiqish kerak? Mabyu'un. Maf'ulun shaklida. Chunki biz o'rganganda nima? Maf'ulun. Mabyu'un degan vaqtimizda yağıb şirket egri kildishindami? Oldi qanday qildik? Apadik baka. Mabu
deb ya bilan vo har ikkilisi sakin bo'lib qoldi. Qon tashlaymiz, vo'ni tashlaymizmi? Yo'q. Chunki vo degan maf'ulundagi maf'ullikning alomati uni tashlab olmaydi. Unda o'g'andan qaysini tashlaymiz? Ya'ni. Nima bo'ldi? Mabu'un bo'ldi. Mabu'un bo'libdi desa, ya'ni bir tushib ketgan emasmi? Ashu ya'ni tushib ketganligini ifodalasida ba'ning pash harakati nimaga o'zgardi? Zirg'a. Nima bo'ldi? Mabi'un bo'ldi. Endi oldi zirg'anligi zirning tabiati nimani tozadi? Ya'ni keyin guvon nima o'zgardi? Ya'ni mabi'un bo'ldi. Mush birinchi qolgan turlar baqsanglar bo'ladi. Mabi'un, mabi'ani, mabi'una, mabi'atun, mabi'atani, mabi'atun deganga o'xshash. Fe'l jihat keldi. Muhim, fe'l jihat muhim. Lam yabi. Lam yabi. Aslisi nima chiqish kerak? Lam yaf'il shaklda lam yabi chiqish kerak. Lam yabi chiqsa ya hareket egri keldi, oldiga avatdik. Nima bo'ldi? Yabi'. Ya sakin, ayn sakin bo'ldi shunda, ammo har ikkisi sakin bo'ldi-ku. Yan tashlab o'tdik. Nima uchun lekin deyish hojasiz bayatında bo'ldi-ku. Lam yabi oldi. Lam yabi'a, lam yabi'u, lam tabi'a, lam yabi'na. Lam tabi'a, lam tabi'u, lam tabi'i, lam tabi'na. Lam abi, lam nabi. Ana la yabi'u bilan hamma jihatda o'xshash, faqat oldida bir dona lasiz birisi ortib shundami? Bi. Endi buyruq bel biz fil mudori'ninki ikkinchi shaxs arlik birlikni chiqaradi degan shundami? Uni o'rganib qo'ygan. Endi bu yerda asliga qaytarib boqaylik. Bi if'il shaklda ibiy chiqish kerak. Shundaqmi? Yaning zirarlikning oldidagi bagapadikmi? Nima bo'ldi? Ibiy. Ya bilan ayn har ikkalasi sakin-ku. Yan tashlatdik, ibi oldi. Endi birinchi harf, ya'ni harfni muzayat tashlatgandan keyingi birinchi harf, ya'ni ba harakatli bo'lib qolsa, hamza akamsak bo'ldi-ku, tashlatdik nima bo'ldi? Bi'a, bi'u, bi'i, bi'a, ibyi'na. Bi'na emas, ibyi'na chiqadi ko'plikka. Bi'a, bi'u, bi'i, bi'a, bi'na. Liyabi. Bunun turilmiş ahvali bi bilan o'xshash, lam yabi bilan o'xshash. Liyabi, liyabi'a, liyabi'u, litabi, litabi'a, liyabi'na. Litabi, nima? Liabi, linabi. Shunaqo? La tabi, bu o'xshash. La tabi, la tabi'a, la tabi'u, la tabi'i, la tabi'a, la tabi'na. La yabi, la yabi'a, la yabi'u, la tabi, la tabi'a, la yabi'na. La abi, la nabi. Mushu bo'yicha tushunsak, ba'ning ahvoli ayoqlashgan bo'ladi. Biz qolgan ikki hamroyni mushu bo'yicha darasak bo'ladi asli o'zimizcha. Ammo shunday olsin bir qor qisqagina deb bitib ketaylik. Agar mushu bo'yicha tushunib kelsak, bu yerga darasdagi umumiy talab tugaydi bizdan. Ikkinchisi qala yaqulu shundami? Qalidan kelaylik. Qala, qala, qalu, qalat, qalata, qulna. Qulta, qultuma, qultum, qulti, qultuma, qultunna, qultu, qulna. Endi qarining o'ziga kelsak, asl faala shaklda nima chiqish kerak? Qavala chiqish kerak shundami? Bayatdan bilan o'xshash. Qavaladagi o harakat egri keldi, to'shat qavala bo'ldimi? Sakin bo'lgan kishilarning oldi zarob qolsa nimaga o'zgartirildi? Alif. Agar peshop qolsa-chu, voga, zarob qolsa-chu, yaga. Hozir zarob qolsa nimaga o'zgartirildi? Alifqa nima bo'ldi? Qala bo'ldi. Qolgan turli shu bo'yicha chiqib baqsaq bo'ladi. Qullarni bayatni be'nani chiqarganda chiqib baqsaq bo'ladi. Aslisi qavalna deb shundami? Qavalna voga keldi nima bo'ldi? Tashvattuq qavlna bo'ldi. Bu bilan lam har ikkisi nima? Sakin. Bo'ni tashvattuq nima bo'ldi? Qalna bo'ldi. Tashlab ketgan voni ifodalasida qapning zavarini nimaga o'zgartirdik? Pashga. Chunki voning tabiati nima? Pash. Ana o'g'anligi nima bo'ldi? Qulna. Qulta, qultuma, qultum, qulti, qultuma, qultum. Qultu, qullarning hammasi shakliga o'xshash. Yaquluna asli nima? Yaqbulu. Bu harakat irkal oldiqalan appalik nima bo'ldi? Yaqulu bo'ldi, xolos. Anakin masdar qavlun masdar. Anakin ism fa'il qailun bayatın degandek-a. Qailun qailan qailuna qailatun qailatun qailatun. Lam yaqul. Lam yaqul nima uchun ashta lam yaqul deb o'tirdik, u tushib ketdi. Baytni lam yabi deb tushib ketgandek o'xshash. Asli lam yaqul.
Onu ayıklandık nimaga parduk, qapqa parduk, lam yaqul bo'ldi. Va bilan nomanish kilas nima? Sakin va tashattuq lam yaqul. Turla paqsaq bo'ldi. Lam yaqul, lam yaqula, lam yaqulu, lam taqul, lam taqula, lam yaqula, lam taqul, lam taqula, lam taqulu, lam taquli, lam taqula, lam taqul, lam aqul, lam naqul. La yaqulu, yaqulu o'xshash. Qul bilan o'xshash. Ya'ni qul asas nima? O'qul. Voni bu shaklda qapqapadik o'qul bo'ldi. Von tashattuq o'qul bo'ldimi? Hamzani tushirib hojat yo'q deb nima bo'ldi? Qul. Qul qula qulu, quli qula qulna. Shundaqmi? Liyaqul, liyaqul, liyaqula, liyaqulu, litaqul, litaqula, liyaqulna, liyaqul, linaqul. La taqul, la taqul, la taqula, la taqulu, la taquli, la taqula, la taqulna, la aqul, la yaqul, la yaqula, la yaqulu, la taquli, la taqul, la taqula, la yaqulna, la aqul, la. Endi xafa yaxafu shu bo'yicha chiqarsa qurdi. Ham boshdan birindan chiqib turib hammaniki. Xafa yaxafu, xavfun masdar. Endi xifatan, xavfun har xil chiqadi. Xaifun ism fa'il nima chiqadi? Xaifun chiqadi. Ism maf'ul maxufun. Oyatnalqi mabi'un maqulunni biz nima qilgandek turligandek turib chiqib baqsaq bo'ldi. Ism maxufun shundami? Lekin o'g'ini oldiki xayya padik, o'n tashattuq qana oldi, maxufun bo'ldi xolos. Lam yaxab. Nima yaxab bo'lib ketdi? Asosiy yaxafuni oldiga lam kirgan shundami? Pa nima qildi? Sakin o'qilgandan keyin lam yaxaf alif musakin fa musakin alifni qanday qilyaptiq? Tashattuq lam yaxab. La yaxafu xaf li yaxab la taxaf. Mushu bo'yicha qog'inni o'zinglar turlab baqsanglar nim bo'lib xafa yaxafu chiqib turlab baqsanglar ishga o'xshatib qo'yadi. Agar mushu uch turni sizlar normal tushunadiganlar bugungi dars shuning bilan mazmuni ayiqlashgan bo'ldi deganga. Darsga grammatik qism tushunishib bo'lgan bo'lsa, yangi so'zliklarga qaranglar. Al-kalimatul jadida kamilun suda'un mashghulun dhul qa'dati al-milh az-zayt al-jub ad-daqiq al-adas al-baqqal baydatun baydun al-ghabatu al-qitar al-bukhar al-fakihani ma ba'zida al-fakihi deb keladi, fakihani emas, al-fakihi deb keladi. Al-ghada'u muntasaful layl haythu yanbaghi la yanbaghi. Ma'runda aslisi yanbaghi, ammo tavishda yanbaghi deb mimg'o'xi talaffuz qilindi. Muntasaful layl haythu ينبغي لا ينبغي غلب يغلب كذب يكذب كامل طلق من الصفة صفة طلق صداع باش أغرق مشغول ألدرش ذو القعدة هنا ومبرنجاي الملح tuz الزيت ماي shu uzumlikdan chiqilgan yeydigan may, ha? Al-jub pishloq. Ya'ni qaymoq deb tushunsanlar bo'ldi. Ad-daqiq un. Al-adas mash. Al-baqqal sayko'kda sotadigan odam, ha? Uyg'ur tilida baqqal deyildi-ku. Al-bayda tuxum. Baybun ko'pligi. Al-ghaba o'rmonliq. Al-qitar poyiz. Al-bukhar is to take. Anikin hor degan ma'noda. Al-fakihani ko'pincha fakihi deb keladi, ha? Ya'ni miyuchi yuzadigan odam. Al-ghada atgalik tamoq. Muntasaful layl tenkicha yoki yarim kecha. Haysu odatda ravish bo'lib, vaqt o'rinni bildirildi, ko'pincha o'rinni tushunildi, ya'ni chaqda, o'rinda, joyda degandek ma'nolarda. Yanbaghi lazim
kerak. La yanbaghi qilmaslik kerak, aytmaslik kerak yoki hojatsiz. Asosliqi qilmaslik kerak deb men nima qildi-da asosliqi. Hojatsiz bek oz qildi. G'alaba yaghlibu. G'alba qildi, g'alba qilyotdi. Kazaba yakzibu. Yolg'on so'zladi, yolg'on so'zlayotdi. Sözlükler tushunishib bo'lgan bo'lsa, tekstni o'qib, tarjima qilib, grammatikalarni tahlil qilib beray. الدرس السابع والعشرون. متى جئت من جدة يا خالد؟ جئت أمس. أجاء إبراهيم معك؟ لا، لم يجيء بعد. سيجيء اليوم أو غدا إن شاء الله. أزرت السفير؟ ذهبت إلى مكتبه ولم أجده. سمعت أنه لم يكن في جدة ذلك اليوم. يا عدنان، إنك غبت أسبوعين، فأين كنت؟ كنت في المستشفى، كنت مريضا جدا، والله لقد كدت أموت، والله ما عرفت ذلك. لم يقل لي أحد إنك مريض وإنك في المستشفى. كيف حالك الآن؟ لعلك الآن أحسن. الحمد لله أنا الآن أحسن، ولكنني لا أزال ضعيفا. شفاك الله شفاء كاملا. يا عثمان، إنك تغيب كثيرا. غبت يومين في هذا الأسبوع و3 أيام في الأسبوع الماضي. لا ينبغي لطالب أن يغيب كثيرا. لم أغب 3 أيام في الأسبوع الماضي كما قلت، إنما غبت يوما واحدا فقط. لا تكذب يا أخي، إنك غبت يوم السبت ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء. أنا آسف يا أستاذ، لن أغيب في المستقبل إن شاء الله. قم يا آدم، أتنام في الفصل؟ أنا آسف يا أستاذ، غلبني النوم لأنني ما نمت البارحة. لما لم تنم؟ كان بي صداع شديد فلم أنم بسببه. يرن الجرس فيقوم المدرس. يا أستاذ، أنا أريد أن أزورك اليوم بعد صلاة العصر. زرني غدا فإني مشغول اليوم. Madarisni tushunishda asosliqi sizlar boyatdan so'zlagan fe'llarningki turli shakllarini avval yodlab o'zlashtirib bo'lgandan keyin tushunasizlar. Xolid, Jiddadan qachon kelding? Ji'tu ams, tunugun keldim. Aja Ibrohim mak, Ibrohim sen bilan birga keldimi? Ana mushu afzallikki jaa degan fe'lning ahvoli qarab qo'yil. Jaa asosan ba'ga o'xshaydi-ku. Jaa, ba'a. Undan keyin ji'tu turlab kelsak ja'u ja'ata ji'ta xuddi ba'a ba'u ba'at ba'ata bi'na degandek. Lam yaji ba'du. Aja Ibrohim ma'ak, Ibrohim sen bilan birga keldimi? La, lam yaji ba'd. Yo'q, tahi kelmadi. Xuddi lam yabi. Shunday-ku, lam yabi o'xshash nima? Lam yaji. Sayaji'u al-yawma ghadan aw ghadan inshaalloh. Bugun yoki ahad Alloh xolisi keladi. Azurta safir elchini, ya'ni konsulni yo'qlab bordingmi? Azurta. Qaysidan chiqqan? Zara yazuru. Xuddi qala yaqulu o'xshash. Aqulta degandek o'xshash azurta. Zara zaru zarata zurna. Zurtumdagi zurta shundami? Shu bo'yicha turib chiqasak bo'ldi. Zahabtu ila maktabihi wa lam ajidhu. Ishxonasiga bordim, uni topolmadim. Ishxonasiga borib, uni topolmadim. Lam ajid. Sami'tu annahu lam yakun fi Judda zaka al-yawm. Anglashimcha u shu kunisi Juddada yo'q ekan, Jiddada. Ya Adnan, innaka g'ibta usbu'ayn fa ayna kunt? Adnan, sen 2 hafta yo'qolib ketding. Nada bo'lding? G'ibta. G'aba yaghibu. Ba'a yabi'u o'xshash. Bi'ta chiqqandak nima? G'ibta. Shuningisidan turli olsak bo'ladi. Kuntu fil mustashfa. Doktorxonada edim. Kuntu maridan jiddan. Pek og'rib qoldim degani pek kasal bo'lib ketdim. Alloh bilan qasamki, o'lgida tos qoldim. Kittan amud, kittu. Bu nimadan chiqqan? Kada yakratudan chiqqan shundami? Wallahi ma araftu zalik. Alloh bilan qasam shuni bilmabdiman. Lam yaqul li ahad innaka maridun wa innaka fil mustashfa.
Sening kasal va doktorxona ekanligingni hech kim menga demadi. Lam yaqul. Qala yaquludan chiqarilgan nima? Lam yaqul. Bunbayatni turildi. Kayfa haluka al'an? Hozir ahvoling qanday? La'allaka al'an ahsan. Hozir yaxshi xudayma. Alhamdulillah, ana al'an ahsan. Allohga shukr, hozir men yaxshi. Walakinnani la azalu da'ifan. Biroq men texicha ojiz. La azalu zala yazalu khafa yakhafunu misala. Har bir tilni biz bayatın söylegan 3 tilning biriga o'xshatib turib chuqum turlab chiqamsanglar bo'lmaydi. Shafakallohu shafaan kamilan. Alloh sizga to'liq shifoliq bersin. Ya Osman, innaka taghibu kathira. Osman, sen ko'p qilyapsa. G'aba yaghibu, taghibu. Maktabdan qilyapsa, yo'qolib ketyapsa degan gap, ha? G'ibta yawman fi hadha al-usbu'. Xuddi bi'ta deganda g'ibta turlanishi. Bu haftada 2 kun yo'qolib ketdim. O'tgan haftada 3 kun yo'qolib ketdim. O'quvchining ko'p yo'qolib ketishi loyiq emas. O'quvchiga ko'p yo'qolib ketish loyiq emas. Meniki ayyag'iba anlan qo'shilib masdar bo'lib yo'qolib ketish deb tarjima qilinadi. Yag'iba xuddi boyatanqi yabi'u o'xshash g'aba yag'ibuning fil mudari'i. Lam ag'ib, lam abi o'xshaydi, ha? Lam ag'ib 3 ayyam fil usbu' al-madi kama qult. Men siz degandek o'tgan haftada 3 kun yo'qolib ketmadim. İnnama g'ibtu yawman wahidan faqat bir kunla yo'qolib ketdim. La taksib ya akhi, qarindishim yolg'on aytma. Innaka g'ibta yawmas sabt va yawmas thulatha va yawmal arbi'a. Sen haftaning 3-kunisi. Ya'ni seshanba, chorshanba, shanba kunisi, avval shanba kunigana, shanba, seshanba, chorshanba kunisi yo'qolib ketdim. G'ibta. Asosan shu g'obi pilni bakroq turli o'ylanglar. Ana asif ya ustoz. Kechiring ustoz. Yana afsus kechiring, qizilman degandek ma'noda. G'alabani lan aghiba fil mustaqbal inshaalloh. Bundan keyin Alloh xolisa hargiz yo'qolib ketmayman. Almayadiki fil mustaqbal kelgusida bundan keyin degan ma'noda. Qum ya Adam. Adam o'rningni tur. Qum. Qama yaqumun chiqqan xuddi qala yaqulu o'xshasha. Qul deganda qum. Atanamu fil fas sinib tuxlawatamsa, atanamu bayatan khafa yakhafu o'xshash. Tanamu. Ikkinchi shaxs birlik qo. Ana asf ya ustoz, xijilman ustoz. G'alabani nawm. Meni uyqu besib oldi. G'alaba degan gap g'alaba qildi, besib oldi degan ma'noda. Li'annani ma nimtul barihata. Chunki men tungun oqshom uxlamagan. Ma nimtu. Nomi yanamudan chiqqan. Ama nomininki ba'zi namtu, nimtu deb 2 xil chiqadi. Asosliqqa ko'pini nimtu chiqadi, ha? Lima lam tanam, nima uxlamading? Xuddi lima lam tahab degandek-ku. Xafa ya xafudan chiqqan lam tahab o'xshash. Kana bi suda'un shadid. Mening qattiq beshim og'rib qolgan. Menda qattiq bosh og'riqlik bo'lgan edi degan gap, og'rib qolgan degan gap. Falam anam bi sababi, shunlashqa shu sabablik uxlamadim. Yarinul jaras fa yaqumul mudarris. Qo'ng'iroq chilinib, o'qituvchi o'rnidan turdi. Ya ustaz, ana uridu an asuraka al-yawm ba'da salat al-asr. Zurni gadan fa inni mashghul al-yawm. Ustaz, men bugun sizni yo'qlamoqchi edim, asr namozidan keyin sizni yo'qlamoqchi edim. Meni ati yo'qla. Chunki men bugun aldirash. Meniki fa inni deki fa chunki degan ma'noda. Mafilmi zara yazuru. Nima o'xshaydi? Qala yaqulu o'xshaydi. Demak, bugun darsdagi umum fillarni bu 3 turli filga moslashtirib turib shuni o'ylanglar. Dialogning mazmun tushunish qolgan bo'lsa, mashq kelaylik. Birinchi mashq. Tuandagi savollarga javob bering. Inla o'xshash biz dialogni o'zlashtirib bo'lgandan keyin javob beramiz. Ikkinchi savol. Tuandagilar mu'tallil ayn, ya'ni ajvab fillarningki misollari. Qala yaqulu, birinchisi fa'ala yaf'ulu babidin. Qala yaqulu, kana yakunu, zara yazuru, qama yaqumu oxirgacha. Va ikkinchisi fa'ala yaf'ilu babidin. Ja'a yaji'u, ba'a yabi'u, sara yasiru oxirgacha. Jim. Uchinchisi fa'ala yaf'alu babidin. Nama yanamu, khafa yakhafu, kada yakadu degandeklar. Uchinchi mashq tuanlikdan o'yinib baqing. Asosliqi filning turilinishini bizga eskartmoqchi. Masalan, qala, qalat, qalu, qulna, qultum, qulta degandeklarni. Biz bayat turlab chiqdik shundaqo. To'rtinchisi qama, zara, kana degan fillarni yuqoridagi misollarga keltirgandek zimirlarga isnot qilinadigan turlab chiqing demoqchi. Biz bayat turlab chiqib bo'ldik. Shu asos turlisak bo'ladi. Masalan, qama, qamu, qamu, qamat, qamata, qumna, qumtu, qumtuma, qumtum degandekchi.
Başına axir türlep çıksanlar buludu. Beşinci tüendeki cümleni oku. Zurnal mudarris jadid al-bariha. Mesela biz tünügün ket yeni okutusunu yok olduk. Şu orun pildeki maksat cümlenin işideki bizge münasebetlik bo'lgan ajab pillarninki qaysi shakldagi pil, qaysi pildan chiqarilganligini bilsak ham bo'ldi ya. Masalan, zurnadagi zurna qaysi pildan chiqarilgan, zara yazurudan chiqarilgan birinchi shaxs ko'plik. 6-mashiq tuanlikdan o'yinib bakın. Ya'ni pil mudorininki qanday qilinishi, turilish ahvoli. Masalan, qal yaqul turlabdi-ku, yaqulu yaqulan yaquluna taqulu taqulan yaqulu deb bayatni turlab bo'lgan. 7-si yaqumun yatufuni yuqoridagidek turlab chiqiring deydi. Ya'ni zimrlarga isnot qiling degan gap, kishilik almashlar bilan birlashib turlab chiqing degan gap. Biz buni darsning 5-dan turlab chiqqan, shuni o'xshatib turlab chiqsanglar bo'ladi. 8-si tuandagi jumlani o'qing. O'xshashlar jumlaning tarkibidagi fe'l mudori'larning kelish manbasini, nerdan chiqarilgan, qaysi almashqa vakillik qildi shuni bilsang, masalan, ana aduruka va anta la tazunni. Men sizni yo'qlayman, siz meni yo'qlamaysiz deganda azuruk nerdan chiqarilgan, zara yazurudan chiqarilgan birinchi shaxs birlik shundami? La tazuruni fe'l nafininki ikkinchi shaxs arlik birlik shundaqo. Mush buni tushunsak bo'ldi. 9-chi tuandikidan o'ylab bakın. O'ylab bakın degan lam kelgandan keyin oxirida sakuniga bir harf chiqib ketdi shundaqo. Chunki asli masalan yaqulu desa vo sakin. Lam kelgandan keyin lamdan bo'ldi, sakin bo'ldi. Lammi sakin, vomi sakin bo'lsa, chuqum qaytib ketish kerak, vo tushib ketish kerak, shunga vo tushib ketgan. Bu nuqtani tushunsanlar bo'ladi. 10-mashiq tuandikilarga lam kirgizing deydi. Masalan yakunu, yaqumu, yabul degandek albatta hammasining ustiga lam kirgan. Hamallam vo qanday qildi? Tushib ketdi. 11-mashiq tuandagi savollarga lamni ishlatib inkor bilan javob bering. Masalan, "Haley, mudirni yo'qdingizmi?" desa, "Yo'qlamadim" deb javob berishingiz kerak. Buni deyish uchun chuqum biz zara yazuru degan pilninki lam kelgan shakli. Yazuruning oldiga lam qo'ysak, lam yazur bo'ladi. Ajning birinchi shaxs almishi nima? Men degani lam azur shundami? Lam azur ba'd. Texi qanaqmidim, yo'qlimidim deganga o'xshash javob bersak bo'ldi. Qolganlarini shu bo'yicha ishlasak bo'ladi. 12-si tuandikilarni o'ylab bakın. Taquludan qulni chiqarishda o'tirdiki vomi ikki sakin birga kelib qolganligi uchun lam qanaq ketib tushib ketdi-ku. Hayır. Ham tuandagi pillardan buyruq bil chiqaring deydi. Iniqki oxirini shunda sakin o'qalamanlar oldidagi sakin o'qigan vo qanaq ketdi tushib ketdi. Masalan, samaya sumu sun, qama yaqumu qum, kana yakunu kun, zara yazuru zur deganga o'xshash. Qolganlarini shu bo'yicha chiqarsak bo'ladi. 14-mashiq tuandikilarni o'qing. Endi tuandagi jumlalarni o'qib, shuning tarkibidagi buyruq billarni chiqarsanglar bo'ladi. Zurni gadan ya Mahmud. Mahmud meni ayt yo'qla. Zurni zara yazurdan chiqqan nima? Buyruq bil. Shu bo'yicha qolgan tahlil qilsanglar bo'ladi. 15-mashiq tuandikilarni o'ylab baqing. La taqul. La taqul pili nahigo. Nahimi o'xshashlar jihatga o'xshash oldiga lam kelsa sakin o'qildi jihatning. Shunga o'xshashlar la pili nahimi avtomatik keyin sakin o'qildi shundaqo. Keyin sakin o'qigan lam oxir qarabning oldidagi sakin o'qigan vo qanaq ketdi tushib ketdi. Masalan, taquludiki vo lamni sakin o'qigan lamni tushib ketdi-ku. Xolos. 16-mashiq tuandagi pillarga nahining lazini kirgizing. La tazuruga, la taqumu, la tasumu deganlarni nahi o'zgarsak iniqki o'chib ketdi shundami? La tazur, la taqum, la tasum degandek. 17-chi tuandikilarni o'qing. Tuandagi jumlalarni o'qib, tarkibidagi nahilarni tushunsak, masalan, la taqul asli qara yaqulu shundaqo. La tatuf asli tafa yatufu. La tazurdu fil masa asli zara yazuru. Endi mushiyakagicha bizga berilgan misollardagi barliq shakllar fa'ala yaf'ulu babida berilgan misollar bor. Endi hozirdan boshlab fa'ala yaf'ilu babining misollarini yuqoriga kirib o'tamiz. 18-mashiq tuandikilarni o'yinib baqmaydi, ya'ni ba'a yabiuni turlang demakchi. Turlab baqsak biz bayatni turlagandek darsning oldida shundami? Ba'u deb turlisak bo'ladi. 19-chi ja'a bilan sarani yuqoridagidek dimirg'i isnot qiling degani kishilik almashqa o'ylab turib qanaqa qiling turlang. Ja'ata ji'na ji'ta ji'tuma ji'tum ji'ti ji'tuma ji'tuna ji'tu ji'na. Sarani yuqoriga o'xshash turlisang chiqarsanglar bo'ladi. 20-si tuandagi jumlani o'qib baqing. Endi jumladagi
ba'a yabi'uga o'xshash pilla kelib qolsa, o'shalarning turlarini, ya'ni kishilik almashlarga bog'langan holatlari, ya'ni turlangan holatlarga diqqat qiling. Masalan, g'aba zamiliyoman, ana g'ibdiyoman. Savoqdishim bir kun yo'qolib ketdi, men 2 kun yo'qolib ketdim, shunami? Birinchisi g'aba ba'aga tushdi, g'ibtu nimaga tushdi? Bi'tuga, ya'ni birinchi shaxs erlik birlik. 21-mashq tuyandiklarini o'ylab boqing, ya'ni ba'aniki fil madi mudari shaklida turlar shundaqo. Yabi'u yabi'an yabi'una tabi'u tabi'an yabi'na tabi'u tabi'an tabi'una tabi'ina tabi'ana tabi'na abi'u nabi'u. 22-mashq yasirula ya'ishuni yuqoridagi misaldagidek zimirlarga bog'lang degani turlab chiqing demakchi. Albatta, bu biz buni qila olamiz shundaqo. Shunda qilishinglar kerak ekan. 23-mashq tuyandiklarini o'qing. Tuyandagi jumlalardagi yabi'uga o'xshash til mudari shakllarini bayqab chiqing. Masalan, birinchisida yabi'ul baqqal as-sukra wal milha wal zayt wal bayda wal zubda wal jubna wal daqiqa wal adasa wa ma ila zalik. Baqqal shikar, tuz, may, tuxum, qaymoq, pishloq, un, mash va shuningga o'xshash narsalarni sotadi desak, shuni yabi'u. Ba'aning mudari shakli nima? Yabi'u. Qolganlarini shu bo'yicha tushunsak bo'ladi. 24-si tuyandagilarni o'ylab boqing. Ya'ni oldiga lam kelsa oxirdagi sakin o'qilgan kesalar ham qanday qilib tushib ketdi. Chunki oxirdagi bir harf sakin o'qilganda ichki sakin harf bir yerga kelib qaz bo'lmaydi emasmi? Shundaqo yabi'udagi yam sakin oldiga lamni kelib aynni sakin qilsak yabi' yam sakin ayn sakin yam chuqum qanday qilib ketish kerak? Tushib ketish kerak. Buyruq bildimi shu? Bi'. Nahidimi shu? La tabi'. Shundaqo pil jahat nahi buyruq bil. Har uchulisida oxirining oldidagi sakin o'qilgan kesalar harflar qanday qilib ketdi? Tushib ketdi. 25-mashq tuyandagilarni o'qing. Ya'ni tuyandagi jumlalardagi lam kelgan oldiga, lamma kelgan, lamma lam bilan o'xshashqo, nahining las kelgan, undan keyin buyruq bil kelgan shakllardagi pillarninki turilish ahvoliga diqqat qiling. Masalan, birinchisini o'qib baqsak, aynal mudir lamma yaji. Mudirqani fiqkamida shundami? Lamma asli yaji yavog'u lammani kilisa bilan yaqinlab ketdi, tushib ketdi. Xolos. Tuyandiklarni o'ylab boqing. Endi mushaydan tortib qaysi bob fa'ala yaf'alu babidagi ajob pillarning misolini bo'latadi. Bizga degani namaning turilish ahvolini o'ylab boqing deb nama namu, namat namata nimna nimta nimtuma nimtum nimti nimtuma nimtuna nimtu nimtu. Xaf bilan kadini yuqoridagi misaldagidek dimirlarga bog'lab chiqing, ya'ni turlab chiqing deydi. Turlab baqsaq unda xafa bayatimiz darasining 5 lam xafin turlagan-ku, kadini o'zinglar turlab baqsanglar bo'ladi. 28-mashq tuyandikilarni o'qing deydi. Ya'ni tuyandagi jumlalarni o'qib, filning qaysi shaklda turlanganligini, o'sha xafa yaxafu fa'ala yaf'alu babidagi xafa yaxafu shakllarning shaklini diqqat qilsanglar bo'ladi. Masalan, birinchisida nama xif saat lashra ana nimtu ba'dahu bi qalil. Qarindishim soat 10 da uxildi, men undan keyin uningdan ozroq keyin uxildim dedi. Shundami? Nama. Andiga ma'no nima? Nimtu. Bayatimiz buni turlab qo'ygan-ku, nima? Xafa xiftu. Shunga o'xshash. 29-si nama yanamununki yanamu fil mudari shakli. Shundami? Bayatimiz turligan. Yanamu yanaman yanamuna tanamu tanaman yanamna. Tanamu tanaman tanamuna tanamina tanaman tanamna. Anamu nanamu. Mush bu tushunsak bo'ladi. Undan keyin yaxaf bilan yashaudimi? Shunga o'xshash turlab chiqing deydi. Biz bayatni yaxafni turligan-ku. Yashauni o'zinglar turlisanglar bo'ldi. 31-si tuyandagi jumlalarni o'qib boqing. Ya'ni yanamuga o'xshash fillarniki turilish ahvoliga diqqat qiling. Masalan, birinchisida axis sag'ir yanamu babakaran. Ana anamu ba'da muntasif al-layl. Kichik ukam baldur uxlaydi yanamu. Shundaqo. Ammo men bo'lsam, tankijidan keyin uxlayman anamu. Ben yaxofun turligandeklam shundaqmi? Yanamu yanaman yanamuni tanamu tanaman yanamna. Tanamu tanaman tanamuna tanamina tanamana tanamna. Anamu anamu anamu. 32-mashq tuyandiklarni o'ylab boqing degani, bayatdan biz o'rgangandek oldiga lam kelib qolsa yoki lamma kelib qolsa yoki nahiyning las kelib qolsa yoki buyruq billarda oxirini sakin o'qish to'g'ri keladi. Shundami? Shu vaqtda oxirining oldidagi sakinlik kesal harf qanaq ketadi, tushib ketadi.
Masalan, yanamını aldığı lamni qo'ysak, lam yanam. La tanam. Buyruq bilan chiqsa nima? Nam. Shunga o'xshash. 33-mashq töndikilarni o'qib baqan. Masalan, töndiki misollarda siz bayatın degandek oxirisi sakın o'qilib, sakın o'qilgan kesallardan chiqib ketgan misoli bormi desa, birinchi misol namazzu malai va lam anam. Savoqdoshlarim uxladi, men qanaqim uxlamadim. Asli lam anamu shundami? Mimni sakın o'qigandan keyin alif qanaq ketdi, tushib ketdi. To'yib. Töndik sözlerini okuyun ve ahirdeki harfini kaide sözleşte yazılır. Ahirinde qanday o'qiymiz diqqat qilib masalan qul bi zur zuq hab qum nam sum sir kun. Yani bularning 5'ini bir qarab pesh, bir qarab zir o'qidik shundaymi? Ne qarab shunday o'qiymiz desa, bablarga qarab. Fa'ala yaqulu qasa pesh o'qiladi shundayqo. Fa'ala yaf'alu yoki fa'ala yaf'ilu qasa nima o'qiladi? Fa'ala yaf'ilu qasa zir, fa'ala yaf'alu qasa zig'ar. Mushuni diqqat qilsak, xatolashmaymiz. Xalos, darsimiz oxirlashdi.